Bugun gap juda muhim. Agar siz YouTube'da kanal yuritayotgan bo'lsangiz yoki endi boshlamoqchi bo'lsangiz, kumush tugma shunchaki chiroyli sovg'a emas, bu platformada to'g'ri ishlayotganingizni tasdiqlaydigan katta belgi. Men bugun sizlar bilan yangi yil sovg'asidek kelgan YouTube'dan kumush tugmani qutidan ochaman va bir vaqtning o'zida eng muhim savollarga javob beraman. Kumush tugma kimlarga beriladi? Uni olish uchun faqat 100 ming obunachi yetarlimi? Qaysi xatolar sababli tugma kelmay qolishi mumkin? Buyurtma jarayoni qanday bo'ladi va kanal egasi sifatida nimalarga albatta e'tibor berish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bu ma'lumot faqat blogerlar uchun emas, YouTube'dan daromad qilishni, shaxsiy brend qurishni, biznesini rivojlantirishni yoki farzandining kanal ochishini kuzatayotgan ota-onalar uchun ham juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bugun sizga o'zim boshimdan o'tkazgan jarayonni, real tajribamni va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni batafsil tushuntirib beraman. Avval YouTube'da 100 ming obunachiga yetishning o'zi ko'pchilik uchun deyarli afsonadek tuyulardi. Odamlar bitta video chiqarardi, kimdir tasodifan mashhur bo'lib ketardi, kimdir yillar davomida mehnat qilardi. Kumush tugma esa o'sha mehnatning rasmiy tan olinishi sifatida qaralardi. Oldin ko'p ijodkorlar 1 ming bo'lsa bo'ldi. YouTube avtomatik tugma yuboradi deb o'ylashardi. Aslida esa o'shanda ham jarayon avtomatik ko'ringani bilan ichida tekshiruvlar bor edi. Hozir esa hammasi ancha jiddiylashgan. YouTube endi nafaqat obunachilar soniga qaraydi, balki kanalning sifati qoidalarga mosligi, kontentning asl ekanligi, mualliflik huquqiga rioya qilinmaganligi, sun'iy obuna yig'ilmaganligi, kanal faol yoki nofaol ekanligi kabi ko'p narsalarni tekshiradi. Bu juda to'g'ri. Chunki bugun internetda turli xil yo'llar bilan raqamlarni ko'paytirishga urinishlar ko'paygan. Masalan, kimdir obuna sotib oladi, kimdir botlardan foydalanadi, kimdir boshqa odamlarning videolarini olib ozgina o'zgartirib joylaydi. YouTube esa kumush tugmani haqiqiy ijodkorlarga, haqiqiy auditoriya yig'an kanallarga berishni xohlaydi. Men uchun ham bu jarayon oddiy 100 ming bo'ldi tugma keldi degan narsa emas edi. Har bir video, har bir mavzu tanlovi, har bir montaj, har bir izohga javob, har bir statistikani tahlil qilish shu natijaga olib keldi. Bugun qutini ochayotganimda men faqat metal ramkani emas, balki o'rtada turgan mehnatni, sabrni, xatolarni, o'rganilgan darslarni va sizlarning qo'llab-quvvatlashingizni ko'ryapman. Mana oldimda YouTube'dan kelgan quti turibdi. Tashqi ko'rinishidan oddiy yetkazib berish qutisiga o'xshaydi, lekin ichida ijodkor uchun juda katta ma'no bor. Qutining eng muhim tomoni shundaki, bu buyum do'kondan sotib olinmaydi, tanish bilish orqali olinmaydi, reklama evaziga berilmaydi. Uni olish uchun kanal ma'lum bosqichga yetishi, YouTube talablari bajarilishi va kanal tekshiruvdan o'tishi kerak. Kumush tugma odatda 100 ming obunachi uchun beriladi. Lekin bu yerda birinchi muhim nuqta bor. 100 ming obunachi bo'lish tugmani kafolatlamaydi. Bu faqat asosiy shartlardan biri. Kanal YouTube hamjamiyat qoidalarini buzmagan bo'lishi kerak. Kanalda o'g'ir ogohlantirishlar, doimiy mualliflik huquqi buzilishlari, aldovchi kontent, spam, zo'ravonlikka chaqiriq yoki yolg'on ma'lumotlar haddan tashqari ko'p bo'lsa, mukofot rad etilishi mumkin. Masalan, bir kanalni tasavvur qiling. 120 ming obunachisi bor, lekin videolarning yarmi boshqa kanallardan ko'chirib olingan. Sarlavhalar o'zgartirilgan, ozgina musiqa qo'shilgan, lekin asl qiymat yo'q. Bunday kanal monetizatsiya qilinishi ham qiyin. Kumush tugma olishda ham muammoga uchrashi mumkin. Yana bir misol. Kanal 1.5 ming obunachiga chiqqan. Lekin obunachilarning 1 mingdan ortig'i reklama saytlaridan yoki shubhali xizmatlardan kelgan. Ko'rishlar juda past. Har bir videoda 200-300 ko'rish xolos. YouTube bunday nomutanosiblikni ko'radi. Chunki haqiqiy 1 ming auditoriyaga ega kanalda kamida ayrim videolarda sezilarli faollik bo'ladi. Izohlar, like'lar, tomosha vaqti, qaytib keluvchi tomoshabinlar. Endi boshqa bir vaziyatni olaylik. Kanal 1 mingga yetgan. Kontent o'ziga xos, tomoshabinlar real. Lekin kanal egasi mukofot olish jarayonidagi kodni ko'rmayapti yoki xabarni topa olmayapti. Bunday holatda vahima qilish kerak emas. Ba'zan YouTube studio ichida ilm yoki monetizatsiya bo'limida, ba'zan esa elektron pochtada xabar keladi. Ayrim hollarda tekshiruv bir necha hafta davom etadi. Demak, bu jarayonda sabr ham kerak. Lekin beparvolik qilmaslik ham kerak. Agar siz kanalni halol yuritayotgan bo'lsangiz, kontentingizni o'zingiz yaratayotgan bo'lsangiz,
videolaringizda mualliflik huquqiga ehtiyot bo'lsangiz, tomoshabinlarni aldamasangiz. Demak, kumush tugma masalasida ortiqcha qo'rqishingiz shart emas. Siz uchun asosiy vazifa sifatini ushlab turish, kanal faoliyatini to'xtatmaslik va YouTube xabarlarini diqqat kuzatish. Lekin ayrim ijodkorlar albatta xavotir olishi kerak. Birinchi guruh obuna sotib olganlar. Masalan, kimdir 10 ming obuna $20 degan e'longa ishonadi. Kanal bir kunda 5 ming obunaga oshadi. Lekin videolarda ko'rishlar o'sha muzda. Bu YouTube uchun tabiiy o'sish emas. Bunday yo'l qisqa muddatda raqamni chiroyli ko'rsatadi, lekin uzoq muddatda kanalga zarar qiladi. Chunki algoritm sizning obunachilaringiz videoni bosmayotganini ko'radi va kontentingizni kamroq tavsiya qilishi mumkin. Ikkinchi guruh boshqa odamning mehnatini o'zlashtirayotganlar. Masalan, chet eldagi mashhur videoni olib, ustiga o'zbekcha musiqa qo'yib, meniki deb joylash, yoki kino parchalari ketma-ket chiqarib, izohsiz va tahlilsiz joylash, yoki TikTok videolarini yig'ib top kulgili videolar deb yuklash. Agar siz bunday kontentga haqiqiy tahlil, montaj, izoh, ta'limiy qiymat qo'shmasangiz, YouTube buni takroriy yoki qayta ishlangan kontent deb baholashi mumkin. Uchinchi guruh kanal nomi brendi va mazmuni bir-biriga mos kelmaydiganlar. Masalan, kanal bolalar uchun deb ko'rsatilgan, lekin ichida kattalar uchun mos bo'lmagan hazillar bor. Yoki kanal ta'limiy deb yuritiladi, ammo sarlavhalar doim aldovchi. Buni ko'rsangiz hayotingiz o'zgaradi. Shok xabar, hamma yig'ladi, lekin video ichida oddiy gap. Bunday uslub qisqa muddatda klik olib kelishi mumkin, lekin ishonchni yemiradi. Xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar esa kimlar? Masalan, sizda 200 ming obunachi bor. Ayrim videolaringiz 5 ming, ayrimlari ajaming ko'rish oladi, ba'zilari esa kamroq. Bu normal holat. Har bir video portlashi shart emas. Yoki sizda eski videolarda mualliflik da'vosi bo'lgan. Lekin bu kanal ogohlantirishi emas, faqat musiqa uchun reklama daromadi muallifga ketgan. Bunday holatlar har doim ham kumush tugmaga to'siq bo'lavermaydi. Muhimi, kanal umumiy jihatdan sog'lom bo'lishi kerak. Endi qutini ochaman. Birinchi ochganimda eng avvalo himoya qoplamalari ko'rinadi. Bu ham mayda narsa emas. YouTube mukofoti uzoq yo'l bosib keladi. Ishlab chiqarish joyidan yetkazib berish xizmatiga, u yerdan bojxona jarayonlariga, keyin mahalliy yetkazuvchiga va nihoyat mening qo'limga. Shuning uchun qadoqlash mustahkam bo'lishi kerak. Har bir burchak, har bir himoya qatlami mukofot shikastlanmasligi uchun qo'yilgan. Ichida odatda tabrik xati bo'ladi. Bu xatda YouTube ijodkorni 100 ming obunachi marrasi bilan tabriklaydi. Lekin men bu xatni faqat rasmiy matn safatida ko'rmayman. Bu aslida sizning ovozingiz eshitildi. Sizning mehnatingiz odamlarni bir joyga to'pladi degan signal. 100 ming odam degani kichkina raqam emas. Tasavvur qiling, stadionga 30 ming odam sig'sa, 100 ming obunachi 3 ta katta stadiondan ham ko'p auditoriya degani. Albatta, har bir obunachi har kuni video ko'rmasligi mumkin. Lekin baribir bu katta ishonch. Mana kumush tugmaning o'zi. U ko'rinishidan juda sodda. Silliq yuzasi YouTube belgisi, kanal nomi va 1 ming obunachi uchun taqdim etilganini bildiruvchi yozuv. Lekin uning soddaligi ichida katta kuch bor. Chunki bu mukofot ortida bir necha yil davom etgan intizom turishi mumkin. Kimdir har hafta video chiqaradi, kimdir har kuni. Kimdir bir videoga 2 soat sarflaydi, kimdir 2 hafta. Men ham ko'p marta mavzu izlaganman, ssenariy yozganman, qayta yozganman, video tushirganman, ovozni to'g'rilaganman, montaj qilganman, sarlavha va rasm tanlaganman. Tomoshabin ko'pincha tayyor videoni ko'radi, lekin uning o'rtadagi jarayonni ko'rmaydi. Masalan, 10 daqiqalik bir video uchun ba'zan 3 soat tayyorgarlik, 1 soat suratga olish, 4 soat montaj, 1 soat thumbnail, 3 daqiqa tavsif va teglar, keyin esa izohlarga javob berish ketadi. Agar video yaxshi natija bersa, odamlar omadingiz kelibdi deyishi mumkin. Lekin omad ko'pincha tayyorgarlik bilan uchrashgan paytda paydo bo'ladi. YouTube'da ham shunday. Bir video mashhur bo'lib ketishi mumkin. Lekin kanalni ushlab turish uchun tizim kerak. Kumush tugma olish jarayonida bir nechta nozik joy bor. Birinchisi kanal nomi. Mukofotga qaysi nom yozilishi muhim. Agar kanal nomingizda xatolik bo'lsa, keraksiz belgilar bo'lsa yoki keyin o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, buyurtma berishdan oldin yaxshilab tekshiring. Chunki tayyorlangan mukofotda nom noto'g'ri chiqsa, bu juda yoqimsiz holat bo'ladi. Masalan, kanal nomi O'zbek ta'lim bo'lsa, lekin siz hisobda O'zbek ta'lim official 777 deb qoldirgan bo'lsangiz, mukofot ham shunga o'xshash chiqishi mumkin.
Brendni professional ko'rsatish uchun nomni oldindan tartibga keltirish kerak. Ikkinchi nozik nuqta manzil. Yetkazib berish manzilini yozishda shoshilmaslik kerak. Ko'cha nomi, uy raqami, xonadon, tuman, viloyat, pochta indeksi, telefon raqami hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Ayrim odamlar inglizcha transliteratsiyada xato qiladi. Masalan, Chilonzor o'rniga boshqa shaklda yozadi. Telefon raqamida bitta raqam tushib qoladi. Natijada kuryer topolmaydi. Posilka qaytib ketishi yoki kechikishi mumkin. Uchinchi masala bojxona va yetkazib berish. Har bir davlatda tartib har xil bo'lishi mumkin. Ba'zan qo'shimcha ma'lumot so'raladi. Ba'zan pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ba'zan yetkazib berish kompaniyasi siz bilan bog'lanadi. Shuning uchun elektron pochtani, telefon va SMS'larni kuzatib boring. Noma'lum raqam ekan deb hammasini o'chirib tashlamang. Albatta. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin rasmiy yetkazib berish xabarlari ham bo'lishi mumkin. 4-tuzoq, soxta xabarlar. YouTube kumush tugma beradi degan bahonada ayrim firibgarlar kodingizni yuboring. Akkauntingiz parolini kiriting. Mukofotni olish uchun pul to'lang deb yozishi mumkin. Hech qachon YouTube parolingizni hech kimga bermang. Hech kimga 2 bosqichli tasdiqlash kodini yubormang. Mukofot jarayoni rasmiy YouTube Studio, rasmiy elektron pochta va rasmiy hamkor sahifalar orqali bo'ladi. Agar havola shubhali bo'lsa, uni bosmang. Domen nomini tekshiring. Xat matnidagi xatolarga qarang. Sizdan keraksiz ma'lumot so'ralyaptimi? Shuni tahlil qiling. 5-nozik jihat. Mukofot kanal egasining maqsadini o'zgartirib yubormasligi kerak. Ba'zi ijodkorlar 100 mingga yetgach endi bo'ldi, men yulduzman deb o'ylaydi va auditoriyani unutadi. Aslida kumush tugma yakun emas, yangi bosqichning boshlanishi. 7 mingdan keyin mas'uliyat oshadi. Endi sizni ko'proq odam kuzatadi, xatolaringiz ham tezroq ko'rinadi. Aytgan gapingiz ko'proq ta'sir qiladi. Shuning uchun kontent sifati, faktlarni tekshirish, madaniyatli muloqot yanada muhim bo'ladi. Agar siz ham bir kun kumush tugmani qo'lingizda ushlashni xohlasangiz, men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kanal mavzusini aniq belgilang. Hammasidan qilaman degan kanal ko'pincha sekin o'sadi. Masalan, bugun oshpazlik, ertaga telefon ta'miri, indinga siyosiy fikr, keyin bolalar multfilmi bo'lsa, algoritm ham, tomoshabin ham sizni kim sifatida qabul qilishni bilmaydi. Mavzu tor bo'lsa ham aniq bo'lsin. Ta'lim, texnologiya, moliya savodxonligi, hunarmandchilik, sayohat, oilaviy maslahatlar, o'yinlar, sport tahlili yoki boshqa yo'nalish. Ikkinchi qadam, tomoshabinning muammosini tushuning. Odamlar YouTube'ga faqat vaqt o'tkazish uchun kirmaydi. Ular nimadir o'rganmoqchi, muammosini hal qilmoqchi, ilhom olmoqchi yoki qaror qabul qilmoqchi bo'ladi. Masalan, telefon sharh qilayotgan bo'lsangiz, bu telefon zo'r deyish yetarli emas. Narxi qancha? Batareyasi necha soat yetadi? Kamerasi kechasi qanday bo'ladi? 1.28 gigabayt xotira oddiy foydalanuvchiga yetadimi? O'yin o'ynaganda qiziydimi? Raqobatchisidan farqi nima? Shularni ko'rsating. Odam aniq foyda olsa obuna bo'ladi. 3-qadam, muntazamlik. Men doim aytaman, YouTube'da eng katta kuchlardan biri intizom. Haftasiga bitta video chiqara olsangiz, shuni doim qiling. Har kuni chiqara olmasangiz, o'zingizni qiynamang. Muhimi, tomoshabin sizdan qachon yangi video kutishni bilsin. Masalan, har seshanba va juma kechqurun video chiqarish yaxshi tizim bo'lishi mumkin. Algoritm ham faol kanalni yaxshi ko'radi, lekin sifatsiz ko'p video chiqarishdan ko'ra sifatli muntazam video yaxshiroq. 4-qadam, sarlavha va rasmni jiddiy qabul qiling. Ko'pchilik video ichiga juda ko'p mehnat qiladi, lekin thumbnailga 5 daqiqa ajratadi. Natijada yaxshi video bosilmaydi. Sarlavha aldovchi bo'lmasin, lekin qiziq bo'lsin. Masalan, telefon haqida video juda umumiy. 3 million so'mgacha eng yaxshi telefon qaysi biri puliga arziydi? Ancha aniqroq. Rasmda esa mayda matnni ko'paytirmang. Asosiy fikr darhol ko'rinsin. 5-qadam, analitikani o'rganing. YouTube studioda tomosha vaqti, bosish ko'rsatkichi, auditoriyani ushlab qolish, yangi va qaytgan tomoshabinlar, obuna bo'lish manbalari kabi ko'rsatkichlar bor. Masalan, videoning 3000 soniyasida odamlarning ebedi foizi chiqib ketayotgan bo'lsa, kirish qismi cho'zilgan bo'lishi mumkin. Agar thumbnail bosish ko'rsatkichi 2% bo'lsa, rasm yoki sarlavhani qayta ko'rib chiqish kerak. Agar odamlar 8 daqiqalik videoning 6 daqiqasini ko'rayotgan bo'lsa, mavzu kuchli va uslub to'g'ri. 6-qadam, hujjat va xavfsizlikni tartibga keltiring. Kanal egasi sifatida Gmail xavfsizligi juda muhim. 2 bosqichli tasdiqlashni yo'qing. Zaxira elektron pochta va telefon raqam to'g'ri bo'lsin.
Agar monetizatsiya yo'qolgan bo'lsa, AdSense ma'lumotlari, soliq ma'lumotlari, bank rekvizitlari to'g'ri kiritilgan bo'lsin. Kumush tugma olishning o'zi uchun bank hujjati kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin professional ijodkor bo'lish uchun hisoblar tartibli bo'lishi shart. Agar yetkazib berish jarayonida shaxsni tasdiqlash so'ralsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari tayyor bo'lgani yaxshi. 7-qadam 100 mingga yetgandan keyin YouTube studioni tekshiring. Agar mukofot uchun xabar kelsa, undagi ko'rsatmalarga amal qiling. Odatda maxsus kod beriladi. Shu kod orqali rasmiy sahifada mukofotni buyurtma qilasiz. Kanal nomini tekshirasiz, manzilni kiritasiz, aloqa ma'lumotlarini yozasiz. Buyurtma tasdiqlangach, yetkazib berishni kuzatish ma'lumotlari kelishi mumkin. Bu jarayonda sabrli bo'ling. Chunki ishlab chiqarish va yetkazib berish bir necha haftadan, bir necha oygacha cho'zilishi mumkin. Men ko'p kanallarni kuzatganman va shuni ko'rganman. Eng barqaror o'sadigan kanallar odatda tomoshabinga aniq qiymat beradi. Masalan, bir oshpazlik kanali har videoda faqat retsept aytmaydi, balki nima uchun xamir qattiq bo'lib qoladi, nima uchun yog' harorati muhim, nima uchun go'shtni oldindan marinad qilish kerak, 1 kilogramm un uchun qancha suv kerak, 4 kashlik oila uchun qancha masalliq yetadi, shularni tushuntiradi. Natijada tomoshabin video ko'ribgina qolmay, uyda sinab ko'radi va kanalga qaytadi. Yana bir misol, ta'lim kanali. Agar o'qituvchi faqat darslikni o'qib bersa, tomoshabin zerikadi. Lekin u masalani hayotiy misol bilan tushuntirsa, masalan, foiz hisoblashni do'kondagi chegirma, bankdagi omonat yoki oylik budjet orqali ko'rsatsa, odam darhol tushunadi. Shunday kontent saqlab qolinadi, ulashiladi, izoh yoziladi. YouTube esa aynan shuni ko'radi. Video odamlarga foydali bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Aksincha, faqat shov-shuvga qurilgan kanal tez o'sishi mumkin, lekin tez charchaydi. Bugun shok deb odam yig'adi, ertaga yana kattaroq shok kerak bo'ladi. Oxiri ijodkor faktlarni tekshirmay qo'yadi. Tomoshabin ishonchi kamayadi. Izohlarda norozilik ko'payadi, kanal obro'si tushadi. Kumush tugma olsam, bu uzoq muddatli muvaffaqiyat degani emas. Shuning uchun men uchun eng muhim narsa raqam emas, ishonch. Bugungi qutini ochish ham aynan shu ishonchning natijasi. Sizlar obuna bo'lmaganingizda, izoh yozmaganingizda, videolarni ulashmaganingizda, tanqid qilmaganingizda, savol bermaganingizda bu mukofot kelmas edi. Men har bir faoliyatimda shuni tushundim. YouTube'da kanal egasi yolg'iz ishlayotgandek ko'rinadi, lekin aslida kanalni auditoriya bilan birga quradi. Tomoshabin qaysi mavzu kerakligini bildiradi, qaysi joy tushunarsiz bo'lganini aytadi, qaysi format yo'qqanini ko'rsatadi dedi. Bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugmani qutidan ochdik, lekin bundan ham muhimi, bu mukofot o'rtadagi jarayonni tushundik. 100 ming obunachi katta marra, lekin kumush tugma olish uchun kanal halol, faol, qoidalarga mos va haqiqiy auditoriyaga ega bo'lish kerak. Obuna sotib olish, ko'chirma kontent, aldovchi sarlavhalar, xavfsizlikka beparvolik va manzilni noto'g'ri yozish kabi xatolar katta muammoga aylanishi mumkin. Agar siz kanal yuritayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab mavzuni aniqlang. Kontent sifatini oshiring, analitikani o'rganing, xavfsizlikni kuchaytiring va auditoriyangiz bilan halol muloqot qiling. Kumush tugma chiroyli sovg'a. Ayniqsa yangi yil arafasida bu juda yoqimli tuyg'u. Lekin eng katta sovg'a men uchun sizlarning ishonchingiz va qo'llab-quvvatlashingiz. Izohlarda albatta yozing. Sizningcha kumush tugma ijodkor uchun nimani anglatadi? Siz ham YouTube kanal ochmoqchimisiz yoki allaqachon yuritabsizmi? Qaysi bosqichda qiynalyapsiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Oldinda yana ko'p foydali, amaliy va tajribaga asoslangan videolar bo'ladi. Mana shu kumush tugma esa bizning birgalikdagi mehnatimizning boshlanishi, keyingi maqsadlar uchun kuchli turtki bo'lsin.